Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan proba qilishni o'rganamiz. Probalar o'zi asosan antibiotiklarga qilinadi. Hozir proba uchun kerakli narsalar biroz spirt, paxta va o'sha kerakli yozilgan dorini olamiz. So'ng shpris. Avvalo shprisni ochib olamiz. Proba qilish uchun yetarli bo'lgan miqdorda o'sha doridan tortib olamiz. So'ng bitta spirtlangan va bitta quruq paxta olamiz. Proba taxminan qo'lning 4 barmoq va 2 barmoq qo'ygandan so'nggi qismiga mana shu atroflarga qilinadi. Shu atrofni avval spirt bilan tozalab olamiz. Yaxshilab qanday mikrob qolmasligi uchun. So'ng quruq bilan, qo'l bo'lmasligi kerak. Qo'l pastki qismdan yaxshilab tortib ushlanadi. So'ng o'sha biz tozalab olgan maydonga igna teri ostiga sekinlik bilan kiritiladi. Igna uchi asta-asta o'ynatilib. Igna uchi kiritildi, asta qo'yib yuborilib 1-2 tomchi jo'natiladi. Jo'natilgandan so'ng shunday oqarish yuz beradi. Xuddi shunday oqarish yuz bergandan so'ng unga hech nima tekizmasdan 15-20 daqiqa kutiladi. Mana 15 daqiqa kutildi. O'sha proba qo'yilgan joyning atrofida hech qanday qizarishlar yoki qichishlar kuzatilmadi. Xuddi shunday bo'lsa agar, hech qanday muammo kuzatilmasa, bemorda qichishish, achishish yoki bo'lmasam qizarishlar, turli xil toshmalar toshmasa, bemalol bu ukolni bemorga to'liq qila olishimiz mumkin.